Salom do'stlar, sizlar bilan Leo PUBG kanali. Bugungi videomiz PUBG Mobile'da oddiy telefonda iPad versiya qilishni o'rgataman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, bir dona like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Qani unda biz boshladik. Birinchi navbatda Play Market ilovasiga kirib olamiz va qidiruvga ekranni ajratish deb qidiruv beramiz. Va Split Screen ilovasini yuklab olamiz. Men buni yuklab olganman. Shuning uchun hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Birinchisiga YouTube deb yozamiz. YouTube'ni qo'yamiz va ikkinchisiga PUBG Mobile'ni qo'yamiz. PUBG'ni qo'ydik va asosiy ekranga qo'shishni bosamizda tepada chap tomonda turibdi, ko'rganinglardek foydalar tugmasini bosamiz. Va bu yerda 20 sekund reklama beradi. Reklamani ko'rgandan keyin mana shunaqa bitishga chiqadi. Undan keyin chiqib ketamiz va ko'rganinglardek YouTube turibdi. O'shaning ustiga bosamiz. Bu birinchisiga o'xshamasligi mumkin. Ekranni sekin tepaga ko'taramiz. Mana shunday ekran chiqqandan so'ng birinchisiga o'xshamasligi mumkin. Shuning uchun bir ikki marta ko'rishingizni maslahat beraman. Hozir kiramiz PUBG'ga. Mana o'zi menda o'xshadi. Kraftun cho'zilib qolgan. Samolyot ham uzoqdan ko'rinyapti. Endi hozir kirib ko'rsatib beraman sizlarga. Qanaqa ko'rinadi shularni. Mana kirdik o'zi. Ko'rishingizdek uzoqdan ko'rsatib beryapti. Agar tushunmagan joylaring bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada bemalol yozishinglar mumkin. Hamma savolingizga javob beraman. Tak, hozir bolalar sizlarga o'yinga ham tushib ko'rsatib beraman. Mana o'yinga ham tushdik, ko'rishinglar mumkin. Ko'rganingizdek shuni iPad versiyada turibdi. Hozir ikkita qurolab otish ham ko'ramiz. Mana ko'rganingizdek bemalol ochsa ham bo'ladi. Siz ham albatta sinab ko'ring va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Keyingi video nima haqida bo'lishini ham yozib qoldiring. Aytgancha, videoga hali ham like bosmagan bo'lsangiz, bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Shu bir dona like bosish orqali meni qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Hammalarga omad, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Leo PUBG kanali bo'ldi.